Ko'pchilik Wayne Rooney Cristiano Ronaldo uchun o'zini qurbon qilgan deb o'ylardi. Ammo Rooneyning o'zi bu fikrga hech qachon qo'shilmagan. Ularni ajratgan narsa talant emas edi, mentalitet edi. (2006-2009) yillarda Ronaldo va Rooney Manchester United safida fenomenal o'yinlar ko'rsatdi. Klub 2008-yilgi mavsumda Chempionlar Ligasi finaligacha yetib bordi. Yakuniy bosqichda qizilligizlar Chelsea'ni penaltilar seriyasida mag'lub etib, kubokni qo'lga kiritdi. Ushbu o'yinda Ronaldo hisobni ochgandi. Frank Lampard hisobni tenglashtirdi. O'yin vaqtida Chelsea darvozasini ishg'ol qilgan Ronaldo penaltilar seriyasida gol urmadi. Ammo Chelsea himoyachisi Jon Terrining golini sabab qizilligizlar chempionlikni tantana qildi. O'sha mavsumdagi yorqin o'yinlar sabab Cristiano Ronaldo oltin to'pni ham qo'lga kiritdi. Rooney esa jamoa uchun motor vazifasini bajarib, gol urmasdan ham o'yinni nazorat qilib, taktik jihatdan jamoaga intizom berardi. Ko'pchilik Cristiano porlash uchun men o'zimni qurbon qilishimga to'g'ri kelgan deb o'ylardi. Ammo haqiqat shundaki, men vaziyatga hech qachon bunday qaramaganman. Ha, Ronaldoda o'sha noyob mentalitet, eng zo'ri bo'lishga, oltin to'p va har bir individual sovrinni yutishga bo'lgan o'sha tashnalik bor edi. Men esa aksincha, har doim boshqacha bo'lganman. Men uchun muhim bo'lgan yagona narsa jamoa sifatida g'alaba qozonish edi. Premyer Liga, Chempionlar Ligasi, jamoadoshlarim bilan kuboklarni boshimiz uzra ko'tarish meni qoniqtiradigan narsalar shular edi. Shu sababli agar finalda chap qanotda o'ynashimga to'g'ri kelsa, ikkilanib o'tirmasdan shunday qilardim. Menga yulduz bo'lish kerak emasdi. Men hammamiz birga g'alaba qozonganimizni his qilishim shart edi. Cristianoda qoyil qoladigan jihat faqat uning iste'dodi emas, balki zehniyati edi. Unda futbolda juda kamchilikda bo'lgan xislat bor edi. O'sha cheksiz ochlik, salbiy bo'lishdan yiroq bo'lgan o'sha ego uni o'zidan va boshqalardan ko'prog'ini talab qilishga undardi. Men unga qoyil qolardim, chunki men g'alaba qozonishni xohlardim. U esa mutlaqo hamma narsani yutishni istardi, jamoaviy titullarni ham, shaxsiylarini ham. Mentalitetdagi ushbu farq bizning o'rtamizdagi kontrastni belgilab berdi va yakunda aynan shu narsa uni deyarli hech kim yeta olmagan darajaga olib chiqdi. Men esa hayotdan boshqacharoq rohatlandim. U esa birinchi raqamli bo'lish uchun hamma narsasini berishga tayyor edi. Rooney ko'pincha qanotga surilardi. Ko'p ishni u qilardi. Lekin markazda porlagan Ronaldo edi. Rooney jamoa uchun yashaydigan futbolchi edi. Ronaldo esa tarix uchun yashaydigan futbolchi. Birining orzusi kubokni jamoa bilan ko'tarish edi. Boshqasining orzusi eng yuqori cho'qqiga chiqish. Shu o'rinda siz qaysi mentalitetni tanlardingiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.